Assalomu alaykum aziz muxlis. Rossiya Ukrainaga ballistik raketalar bilan zarba berdi. Kechasi Rossiyaning Kiyevga ballistik raketalar bilan uyushtirgan hujumi oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi, yana 12 kishi jarohat oldi. Ulardan 3 tasi shifoxonaga yotqizildi. Bu haqida shahar meri Vitaliy Klichko ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Darnetsa tumanida 2 hududda noturar joylar hududida yong'inlar chiqqan. Yana bir tumanda bir nechta uylarning oynalari va eshiklari sinib, bolalar bog'chasining binosi shikastlangan. Desnyanskiy tumanida esa raketa parchalari tushgandan keyin omborxonalar va bir necha avtomobillar yonib ketgan. Umuman olganda Rossiya tunda 9 ta raketa uchirgan, shulardan 4 tasi urib tushirilgan. Rossiya shu kecha Ukrainadagi viloyatning ham nishonga olgan. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Vladislavning bildirilishicha, Rossiya qo'shinlari Sinelnikovskiy va Volgogradskiy tumanlari hamda Nikopol shahriga raketa va dronlar bilan zarba bergan. Hujumlar oqibatida 2 kishi halok bo'lgan, yana 7 kishi yaralangan. Favqulodda vaziyatlar davlat xizmatiga ko'ra, halok bo'lganlar orasida bir nafar ayol va yong'inni o'chirish chog'ida qayta hujum ostida qolgan qutqaruvchi Aleksandr Yegorovich ham bor. Hujumlar oqibatida viloyatning bir necha tumanlarida yong'inlar chiqqan. Ko'p qavatli va xususiy uylar, xo'jalik binolari, garajlar, do'konlar, avtomobillar hamda obyektlari zarar ko'rgan. Ukraina havo kuchlari ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya Ukraina bo'ylab 9 ta Iskandar M ballistik raketasi va 62 ta dron uchirgan. Shulardan 4 ta raketa va 50 ta dron urib tushirilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ma'lum qilishicha, 2025-yil boshidan beri Rossiya qo'shinlari Ukrainaga qariyb 770 ta ballistik raketa va 50 dan ortiq Kinjal raketasini uchirib qo'ygan.